Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sog'lom yuribsizlarmi? Xudo xolasa bugun 2025-yil 24-oktyabr haftaning juma kuni hammangizni juma ayyom bilan tabriklayman do'stlar. Alloh taolo ko'pgina juma ayyomlarini yetirsin. Xudo xolasa yurtdoshlar bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Dehqon bozorini etikamiz. Xudo xolasa narx-navolarni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Ko'rib, kuzatib, arzonchilik bo'lsa-da yurtdoshlarimiz bir layklarini bosib qo'yarasizlar. Xudo xolasa yurtdoshlar. Xo'p, valyuta kurslari bilan tanishtirib o'tsak, AQSh dollarimiz yurtdoshlar 1.205 ming so'mdan 1.210 ming so'mga bo'lib turibdi. Qozog'iston tengamiz 22 ming so'm, Rossiya rublimiz 144 ming so'm bo'lib turibdi. Kimda kim bizani Moskva oblasidan kuzatib turgan bo'lsa, bizani Turdoy dogovor registratsiya Silence in reyestrdan chiqish xizmatlarimiz bor. Bemalol ekranlarda WhatsApp nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon etib bog'lansanglar bo'ladi. 100% ishonchli turdoylaringiz xudo xolasa 1 yil danli bazada durishini kafolat beriladi yurtdoshlar. Xudo xolasa syomkalarimiz boshladik, ko'rib kuzatib borasiz. Shu yerda azon bilan ertalabdan nonlar yapiladi. Qarmang, assalomu alaykum. Kayfiyat yaxshimi, charchamasdan? Suta qarilgan nonlar, to'g'rimi? Necha so'mdan bular? 4000 so'mdan. To'ychilarni necha so'm aytib beramiz? Dastavkisi ichida to'yxonaga girib boradi, 4000 so'm ichida. Gap bo'lishi mumkin emas, yana. Kun nozon bilan sveji yapiladi. Tabiiy, axirang ya. No'lar qo'shiladi ko'p nonlara. Buni narsa ishlatmaysiz axir. Tabiiy, natural deb aytamiz. Gap yo'q. Nomerlarni aytib beraylik, ag'a. 93 bilan 242 41 bog'lanaversa, undan kerak bo'lsa, shu 4000 so'm ichida to'yxonaga girib boradi ekan ichala desanglar. Savdomizni bersin. Xo'p, yurtdoshlar, biz bu yon tarafdan shunday elab kelamiz endi. Bu yerda Karesi karamlarning savdosi bo'pti. Og'ancha so'mdan beringiz. Assalomu alaykum. 2,5? 3,5 ming so'mdan karesi karamlarni berib turibdi. Bu optim bahosimi, kilo bahosimi? Kilo qancha so'mdan berib tursiz? Kiloga 4 ming, optimi 3,5 dan savdongizni bersin. Gashirlar gapti bana. Qarmang, assalomu alaykum. Necha so'mdan ekan gashirlaringiz? 2,5 ming so'mdan. Nerniki? O'zbekistondagi yo'lg'on, 2,5 ming so'm. Baklajon ham sizdanmi? Baklajon necha so'm og'a? Baklajon ham 3,5 ming so'm ekan. Savdolarimiz bersin. Qo'yib yurtdoshlar, shu yerdan menga gashirlar bor. Bilib oson novestini o'taveramiz. Necha so'mdan ekan gashirlar? Menga qarang. 2,5 ming so'mdan. Hammasi 2,5 ming deydi. Nerniki? Yuldursonning gashirlari 2,5 ming so'mdan. Bu xalta bahosi, to'g'rimi? 2300 dan xaltaga 2300 dan qaytib beriladi. Sotlanma qilsang shunda 2300 dan qaytib beriladi ekan do'stlar. Hozir gashir sezon bo'ldi. Gashirlancha so'mdan ekan? Gashirlarning kiloga 2,5 ming so'm, xaltaga 2 ming so'm. Xaltaga 2 ming so'mdan ekan. Qizilimdan qo'shib. Savdoningizni bersin. Xo'p do'stlar, biz davom etamiz. Qarmang. Assalomu alaykum. Chakkamiz. Tarusat sotib bo'ldingizmi? Tarusi bo'ldi, endi gashirni boshladik. Gashir Ulug'bog'nikimi gashir? Ulug'bog'ni. 5 gektar gashir bor. 5 gektar bor deb turibsiz. Shunda 2000 so'mdan molliki 1000 so'm, 1200 so'm. Molliki 1000 so'm, 1200 so'm. Bularmishlar? Yo'q. Bularni ballayveradi, to'g'rimi? Bular balliq. Molliki. Bularni mollaydi, bularni ballaydi. Shu ish qoldida ko'pakka berdim. Shunda 10 gektar dedingizmi? 5 gektar. 5 gektar yeringiz bor. Borib ko'la bosirlarmi yo o'zingizdan aytib berasizmi? Ko'lanib beriladi. Ko'lanib beriladi, to'g'rimi? Borib bosalancha so'mdan berasiz. 2000 so'm. 2000 so'mdan. Kelishamiz. Qaytarib bor? Chimchicha, bunchilar. 2000 so'mdan qaytarib bor ekan, Ulug'bog'da. Nechanchi brigadda? 5-brigadda. 5-brigadda. Nomerni aytib bering. 88 509 77 44. Shu nomerlarga bog'lanaverasizlar, mazasi sentana javob, to'g'rimi aka? Javob. Yine. Borib turib yeb ko'rib ham qo'lga borib olaverasizlar. Savdoningizni bersin, charchaman. Xo'p, yana do'stlar, aslan endi novestina giramiz. Shunlarning ko'rib o'tirgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, ko'rib o'tiribman, Sirojbek deb kommentariy yozib qo'yinglar, o'qib ko'raman to'g'risi. Qarmang, assalomu alaykum. Necha so'mdan bo'ldi gashirlar? Bular 2200 so'm. 2200 so'mdan. Inoga gashir, sana aytgan gashir meni bittalik ishim kelmadi. Ishim kelmadimi? Yo'q. Mana. Necha so'm aytib beramiz? 1,5 so'mdan qaytib beramiz. Mana. 2200 buni aytilishimi yo sotilishimi?
Satılışı 2200. Piyazdan çıkıp otur. Piyazdan 4 milyon aytıldı. Bula 2 milyondan beri. irisi mi srednisi mi bula? İrisi bu da. İrisen 4 milyondan izin? 4 milyondan. 4 milyondan yani. Acayip bir tek satırıp getirgenlik ama. Yani İçinde bir mal motoru gel. çıkmaydı. Garanti akır. Garanti yok. Bundan korkup oturmaydı ki adam döküp alsın, paltasına döküp. Sentene cevap sunlar. Palta bu boşu. Döküp beleme içeye gel, malamızı olsa taşak getiverirsin. Gap yok. Şunçalı 100%. bu yerim olsa öyle üstüne. Kalağa çıkıyordum korkma. Arken belki bilemem bir öten uyalıp rengine karar durmaysan. Uyaltırmaydın kuda kalasa. Benim oğlan. Bu adam geleversin. Sağdanızı versin. Yaxşı narsa qo'yash, bir kunda yemeydilar. Albatta. Qo'yib yeydilar. Yağmur yaxshi bir kunda to'p bo'lsa ishlatib beradilar. Buni baribir Piyazlar diskay. Çürük bo'lsa bu dar tushib ketadi. Albatta. Sunma isteyene gir gellerinize çap kollar orada ağamine geleverasılar. Sağdanızı versin. Hop. Zaferam gel atırına. Geçirlerine gel. Beşikleri aldık yine. Aldınız mı? Allah. Ağanı aldınız. İçeriden satasın şimdi. Bu masa kımada ötçüde daha bu. Bize uğradıp arkamasa mı? Koyun. Çekin adam bu. Yine. 45 kilodan bağı? 35. 35 mi? Nerede ki bula? 105 oldu. Nerede ki ağa? Özbekistan. Özbekistan'dan yine. 70'i köpeytir. 70 kilo bu doğru mu? 210 milyon pul oturdu. 210 milyon mod tuttan. Hava. Yani 70 kilosu. Abi buna sıra gelse 2 yarımdan işte veredi farkı yok. Gepime cevap. Siz ne yaptırsınız? Ağzı 3000 de attırsın bunu. Bu sata veremiz bize. 3000 de alıp 2 yarımdan satacak. Kalk kumansın. Koyun. Hava değil mi? 2 yarımdan mısın da? Hava değil mi? Hani şu geçerin durada şu videonu kim görüp gelse 2 yarım milyondan alaversin. 2 yarım milyon mu? Hava adına pulunu sana bere. Gözleriniz elinde 210 milyon sanat berede kalasan lazım. Gel hadi. Gel tuttular. Hazır çıkardı bir yarım saata video. Yarım saate çıkardı lakin. Zaferam yurttaşsa 3 milyon aldı 2 yarım milyondan beremender tuttular. Şimdi halasa mut berede halasa bezplatni bere bize işimiz yok. Etecek işi yine. 210 milyon falan yine sanat berediler. Gap yok lakin. 210 milyon yine yurttaşsa. Derdim ona. Doğru mu kapı? Tamam mesela. 2 yarımda özü satıp alasın ya. Ya, yüzüne reklam verin geleversinler. Yine yurttaşsa. Kaç kelen çıkıp tut yatış kele. Kent şeyleri 5 milyondan beri tutmaz. İrisini? 200 paltaya beri tutmaz. Bana 4800 son Ama var. lakin kila iri kertçe 5 yarım milyon. Şuna aytin. Kila 5 yarım. Sen yine bakalım oynadı bitti. Piyazın iki meslisi var. 3600 son beri tutmaz. Optima. Optima hava. Kızılı? Kızıllar 2000 son, 2300 son. Yine. Çöp azala ser geçtik bere veremiz. Burç tulplanayım. Bursa'da kızılları 5 milyondan beri tuttu. Tulplan? Türkler 3 kilo 10. Türkler 2000 son. Tulpla 2000 son var. Bu geçiren benden ya. Geçer. Özünüzü geçseniz hem görsün. 2 yarımdan mı bularım? Ne 2 yarım? 2 yarımdan geçir mi ama? 3 son mu? 2300 son çöp azala. Ne? 2000 son çöp azala 1 2 kalta 2300 sonla. 2300 son mu? Hava. Yine. Anana. 2000 son verildi. Hava. Yine geçir. Göreyim. Gel bak git arası da. Mazasını çıkma. Madası zor. Geçir güdürsün. Yine. Yıldırsın da geçer yine. Narından bu 3 saatiydi. Kosmosun geçir yine. Yine geçir. Gelip haritası Tezgah da yok. arasıla. Gap yok Şu lakin. videonu sakla gelsinler. Ya başka gap olsa görse sırlamaya. Novesti'den girəsilər, Kamizon Port tərəfdən gələndə birinci tərəf, on tərəfdə Zəfəramiz duradı. Adresini biləsilər. 3000 somdan alın işi gəsirini 2,5 somdan bəri verəməndə tutdu. Gəp bizə cavab qağa. Cevap. Gəp yox əsə. Yine yurttaşla devam etəlim. Səs tutdu bu. Şundan var ya. Tülüp neçə som oldu ağa? Şunu 35'ten paketi. Paket 35'dən neçə kilo? 30 kilo. 30 kilosu 35 bin somdan ekini. Xo'p, bu yanda pomidorlar yurttaşla götürən bolsana. Yenge xarman assalomu alaykum. Neçə somdan bo'ldi qizillari? 8'den. Yeter veririz. 8 ming so'm aytilib, satilish 7 ming so'mdan bo'ladigan go'klanang bular. Bularni 5 yarim aytib turibman, 5 beraman. Mhm. Bir de 4'liklarimiz bor. Endi bu pomidorlarimiz, yo Yusuf O'zkidan pomidor bu. Mhm. Mana 7 yarim, 7, 6 yarim aytib beraman. So'nggisi yana 6 yarim. Eng taqalgan yeri 6,5 ming so'mdan. 50 kilodan ziyod bo'lsa, dastavkasi bor. Dastavkisi besplatniy bo'ladi. 4 kil ishini.
Yine yurttaşlar bemalol kelaverasizlar. Dastlabki nomeri bilasizmi yangi? Aytib bering. 99'luk 241 85 75. Şu nomerlere bağlanaverasizlar. 50 kilodan ko'proq olsanglar sho'raxon 4 kil. Xudo xolasa dastlabki bor ekan yana. Bu yandan pomidorlarimiz. Ağa assalomu alaykum. Necha so'mdan ekan yo'q pomidorlar? Bular 6,5 ming so'mdan eng. Yine 4 ming 4,5 mashina ham 4,5 dan ekan yana. Nöksan axir bular. Bular Samarqand mashinadagi nöks ekan yana. Bemalol gap xaridasinglar bular. Qizil necha so'm? Ashakdek. 6 ming so'm. 6 ming so'mdan eng. Savdanız versin çaşama. Hop dostlar. Menimçe bir yandan unchalik yok. Şu yok Badrin emas ekan. Aslan bize bir yan tarafa qarab o'tamiz endi. Novesteyindan Kauntarussalar tarafa qarab o'tamiz. Keyin Mevechega qarab o'tamiz. Görüp kuzatib boraverasizlar xudo xolasa yurtdoshlar. Shundan karamlarning savdosi bo'lib turibdi. Otomat tutdilar xudo xolasa. Necha so'mda o'lchadik og'alar harmanglar. Assalomu alaykum. 2300 so'm optima. 2300'den ölçek. 2300'den optima berilib turibdi. Koreyskini bir yandan verdiniz he? Yani. Bir anda 2300'den. Nerniki? 2000'den sonra oturmanglar. 3000 so'm kiloga. Optima 2300 so'm. Optima 2300'den kiloga 3000 so'mdan. Nerniki dediniz? Samarkand. Samarqandni karamlar yana. Zaten şu görüntüler gelenden 2000 so'mda aytdim dedim de 2000 emas 3000 so'm kiloga 3000. Optima 2300. Yani asıl 2000 asıl 2000 degan siz shunday deyishdi. Aytmam dedi. Albatta hazır yurtdoshlar endilikda Kauntarus bozoriga qarab to'g'ri o'tamiz. Ko'rib kuzatib boraverasizlar. Yurtdoshlar hammangizga rahmat. Yaxshi fikrlarni yozib turibsizlar. Prosmotrlar ko'p bo'lib turibdi, lekin like asib o'tiribdi. Sizlar like bossanglar hech kim bir so'm pulingiz gitmedi yurtdoshlar. Qizg'anchiq like'larni ayamin like'larni bosib qo'yaringlar yurtdoshlar. Albatta kanalimiz rivoji uchun bo'ladi, xudo xolasa. Men sizlarga ishonaman, like'larni ayamin qo'llab-quvvatlab turasizlar yurtdoshlar. Endilikda aslan Kauntarusni boshimiz shuda xurmolar ham gap turgan ekan. Bu yana o'zi xurmo sezon bo'lib turibdi yurtdoshlar. Yana videoni uzmayman boraveraman. Bugün hava issiq. Bugün issiq xudo xolasa. Enarlayne. Satıldımı ağa? Harman assalomu alaykum. Necha so'mdan berdingiz? 7,5. 7,5dan. Qayerniki aka? Surxondaryo. Ana qayeridan? Sheroboddan gap turibdi-kan. Yurtdoshlar 7,5 ming so'mdan. Baraka bu xurmolar necha so'mdan? Xurmolar xaltaga 5,5. Xaltaga 5,5. Bular ne? Bular Xala 6 ming so'm. Anjir xilisi 6 ming so'mdan ekan. Bu satilish bahosimi optimumi? Yana qaytib beramiz. Qaytib berasizmi? Yana gelishtirib qaytib berar ekan yurtdoshlar. Yana 70-75 deydi-ku yana. Shunda yana bemalol kelaverasizlar. Bu ham Google'dadir. Savdangizni bersan achirsan. Bu yandan meni anarlarimiz bor yurtdoshlar. Bu yandan yana Karalyoklayni. Necha so'mdan ekan? Assalomu alaykum. 7 ming so'm. Satilish bahosi shunday bo'lib turibmi? 100 so'm o'tib beramiz. Ha, undan ham qaytib berasiz. Bu yerda elanang. Ularni 6 beramiz. 6 ming so'mdan eng. Bular 7 ming so'mdan, 7,5 ming so'mdan qaytib beriladi ekan. Anarlar necha so'mdan? Anarlar necha so'mdan? Anarlar 8 beramiz. 8 ming so'mdan. Suv necha so'm? 15 ming. 15 ming so'm yana. Suv 15 ming so'mdan shifo bo'ladi. Bemalol kelib xarid etsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerda qishki tarvuzlar o'lchanib turibdi ekan. Assalomu alaykum og'alar, qarmanglar. Necha so'mdan o'lchadinglar? 2 dan o'lchadik. 2 dan. Yine tarvuzlar 2 ming so'mdan xudo xolasa. Konlar necha so'm ekan? Tarvuzda 3 lik ham bor edi. Ha. Sorti boshqa. Bu yerda 3 2likda ham bor. Qishki oldi, obana. Yine. Konlar necha so'm? 2,5. 2,5 kedilar. 3 ming, optima 2,5. Optima 2,5 kiloga 3 dan savdangizni bersin. Taşla. Endilikda asla şurada optim kartoshka piyasi sotuvda oladi. Shulardan baholarni bilib ketaveramiz yine. Bu yerda sal shu 10-11lara qarab odamlar ko'payadi. Geldim ağa. Noni zo'rlari geldi. Kulubni, kaychikani, Yine. yaxshi kelding.
Hadi Xudo şükür. Keşkereğine sarmağız yine. Sarmaz kesip görsün bize hele. Yine. Aldat satış yok. Yine sarlıkına kadar. Yine. Meykli sarısını sarı kesik hele. Plança somatas. Bunu pulunu 4000 somdan veremem. 4000 somla. Köp asa o. Kilagala basanca somat beres. 4300 tuttu kilo. Kilaga 4300'den yurttaşsa. Yani bu dumam irenmez, dumam nenmez. Xo'jalik bopda. Xo'jalik bop. Şu to'liq bot tuttu da bu. Ha, to'liq. Qara kavurdaqlik. Birsini ya kessiniz ya kesmeniz porla tasha beraber kazanamın yine. 4000 somdan beraman dep tuttu. Köprak asanlar. Toyçalara yaxshi guna xaridasizlar 4'ten beres, doğru? Al indi bir de başkaça tulp geldi. Yine. Suvlu tulupmi? Zo'r ekan bu. Hozir kelib oldim. Yetib ko'rdingiz ya? Ben maqtamayman. Endi maqtay versen o'zingni ne de bo'ladi ular. O'zing ham yeb ko'ring. Men Yine. Aqtasicha bo'lib qoldi. aytasan shu. Kechkilarcha Bismillah yetib ko'ramiz. Yer suvga qarab, yer. Bular 5000 bular. Suvni so'katib ichkidi do'stlar. Konkret ver. Gap yo'q dedim. Bundan da vodiy xijolat doğrusu. He. O'zi tulib bassa chiqdi, bir turli bo'lib chiqib yurdi. Bu ham mazalisang. Paltar, Farg'ona Altarfi. Bahasini chiqasan, maga. 3 kilo ur ya. Net tulplarni bahasında veremem ben. 3 kilo. 3 kilo 10 ming so'mdan. Ko'proq olsa net beraverem arzara. Qatib berasang, buni tulib kerak bo'lsa kelaverasizlar. Güdürsünün geçiri. 4 kilo 10 so'm. Gap yo'q yine. Jarımdan. 2,5 ming so'mdan kiloga u. Eğer bu 3 kilo hatta olsa gelişip verirler. Ne yurttaşsa? Bu simniyesi piyazlarım bayna. Mesli. Neneki olan namulanı kimi? Namuna var. 5 hektar yere ekip tuttu. Bitmemesini firmeyerini. Yine. Köp adam mesi piyaz tapılmıyor daha. Mesli Açıp piyaz. yüset. Açıp yüset veremeyin. Mesli piyaz gerek olsa Yine. kelaverasizlar yine. Yine piyaz. Yine. Namulanı ki. Yine. Yine. Pişken piyaz. Gap yo'q. Bulancha so'mdan. Pulunu pazar 4'te tuttu. Ben eğer haltası bile alamam dese 3300 somdan veremem. 3300 so'mdan. Oo. Yine yurttaşsa Üzerimizde yurtlu piyazı da. bemalol gelip Hüvaneki ya bir meniki emas. o'zlarimiz namunani ki. Oo, üzerimizde yurtlu. Bemalol gap xarid etsang nima bo'ladi? Shu kelaverishda kashkasilar yanında duradi og'am. Bemalol kelaverasizlar. Savdoningizni bersana, charchaman. Kashkani o'lchadinglar, aqa? Keşken 4700 verdim. Bular 4700 dan beri tutdi. Normali kaçkana babik. Bugün normallesin. 4000 bular 4000. Siyanızda elə 4000 so'mdan. 4000. Edraqda bular 4800 som. Bular 4800 so'mdan ekan. Kelaverasizlar. 10 kilodan ko'p olsalar, shu yangi gap shu. Xalta boqada ketadi. Yine. Yaxshi gullar olib turibdilar yana. 4700 dan beri tutdingiz. Iroqlar yana yurtdoshsa. Endilikda aslan meva-cheva qarab doğru o'tamiz endi. Görüp kuzatib boraverasizlar. Tulib yomon shir ekan, damatni netdi, rasmi shappi ketdi lekin. Ismolar necha so'm ekan? Assalomu alaykum, farmon. 8000 so'mdan ekan yana. Ko'proq asa qatib berasiz-ku? 8000 so'mdan ismolar. Ağa farmon. G'uncha deb o'tiribsiz-ku? Azam bilan. Üzümçe so'm. 10 ming so'm bu Hüseyin degani mi? Yo'q. Charasmi? Nima? Qaypani o'zuncha xilishiradigan meni yurtdoshsa bemalol kelaverasizlar, xudo xolasa. Olmalancha so'm. Olmalar ham ondan. Qaytib berasizkan? Kilo bahasi aytilib turibdi. Qaytib beriladi endi. Anarlaning. Qora danalarimiz 15 ming so'mdan ekan, bular ham qaytib beriladi. Bu üzümlancha so'm. Ular 6 beriladi 7 ming so'mdan. Bemalol qaytasinglar bo'ladi. Mez aytilgan bahodan qaytib beriladi. Hamma ko'ngli bo'sh. Kelib turib ba'zan so'rab, yeb ko'rib olaverasizlar. Kelib yegani mut, olib kelsa pulni olib qolasiz, saxiring. Yana kelaverasizlar. Bu yerdan olmalar bor ekan. Necha so'mdan ekan, ag'a? Assalomu alaykum. 6 ming so'mdan satilish bahosang optimi?
Bular neng sal iriroq? 7.000 so'm. Bular 7000 so'm, bular 6000 so'mdan ekan yurtdoshlar. Mana bizlar davom etamiz. Xo'p do'stlar, davom etamiz. Ko'p kuzatib borasizlar, shu deymi, chelan bahosini bilib beramiz. Harman assalomu alaykum. Kayfiyatlarsiz, charchamasdan. Uzum necha so'mdan bo'ldi? 10000 so'mdan, Nechi sorti bular? Bular tayfa bo'ladi. Tayfa sorti bo'ladi, 10000 so'mdan. Ashaq deylar ham shundanmi? Tash shundan. Analar necha so'm? Legenda 18 ki narxi to'lanay. Yana bexla 15000 so'mdan bexla olsa, kilo bahosini aytib turibsiz-ku, ko'proq olsa kartga kelishib berasiz. Narxi ulug'larni necha so'm? Ularni 20.000 so'm olacak. 20000 so'mdan ekan yurtdoshlar. Golden deysizlarmi, Semirenka deysizlarmi, olmalar ko'p xudo xolasa olmalar necha so'mdan? Almaga Golden'lar 12.000 so'm, Semerenkalar 10.000 so'm. 10000 so'mdan, Gök alma bu 15.000 so'm Eran'da. Eran'daki 15000 so'mdan. Yurtdoshlar xudo xolasa şöyle söylemlerimize ekinimiz. Ağa mesimiz getirtmesiz? Ya oturtturmaz konuşalım üstünde. Otursan, xudo xolasa yurtdoshlar özlerimizden xarajat etmeye geldik. O'zi apam telefon tuttu, gel deb. Shuning uchun yurtdoshlar videolarimizni yakunlaymiz. Ko'rib kuzatib boraversa, xudo xolasa sizlar uchun yangilikni yetkazib borishda davom etamiz. Xato kamchiliklar uchun uzr so'rab qo'yamiz. Like tanamanglar, sizlar xizmatlaringizdamiz.